Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Amerika Diniy erkinlik komiteti 2019-yillik dokladini e'lon qildi. Xitoy doiralari o'tgan hafta yana bir guruh chet el muxbirlarini Sharq Turkistonda ziyoratga tashkillagan. Bosniya Hersegovinada Qur'oni Karim ko'rgazmasi ochildi. 1-may emgakchilar bayrami munosabati bilan Erdo'g'an telegramma tarqatdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərində Amerika Dövlət Məclisi qarmaqidagi Xalqaro diniy erkinlik komiteti o'tgan 20 yildan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi diniy e'tiqod erkinligiga munosabatli ahvollarni adil va betaraf maydonda baholab kelayotgan bo'lib, 29 aprel kuni e'lon qilgan 2019-yillik dokladda bu ahvollarning eng yangi natijasi xulosalandi. Mazkur dokladning muqovasiga berilgan 4 parcha fotosuratga birdek Uyg'urlar haqidagi temaning tanlanishi dokladni ko'rganlik kishiga Uyg'urlarning hozirgi ahvoli haqida jonliq ma'lumot beradi. Dokladning e'lon qilinish murosimi uchun tayyorlangan e'lonlarga Uyg'urlar haqidagi suratlar ishlatilgan bo'lib, bularni suratlarga ko'k bayroq ko'tarib olgan kishilarning to'planishidagi sabablar haqida qisman uchurlarni beradi. 2019-yillik dokladni e'lon qilish yig'ini boshlanganda oldi bilan Amerika yuqori palatasining a'zosi Juman Chin va Amerika Davlat Majlisi qarmaqidagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining raisi James McGovern so'z qildi. Ular so'zlarda nuqtaliq qilib diniy e'tiqod erkinligining insonlarning eng tub huquqlarining biri ekanligini, buning ayollar huquqi, kishilik huquq va boshqa haq huquqlarga o'xshashlar muqaddas ekanligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, bu haqlarni qo'g'dashning Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoga kelgandan tortib, uning bir muhim vazifasi bo'lib kelganligini, o'tgan asrda jakarlangan Dunyo kishilik huquq kitobnomasida hamma kishining diniy e'tiqodini tanlash erkinligining borligini ko'rsatilganligi eslatib o'tildi. Murosimning keyingi bo'ligida mazkur komitetning 8 nafar a'zosi o'xshamagan nuqtalardan diniy e'tiqod erkinligining hozirgi dafsanda bo'lish ahvoli haqida so'z qildi. Bo'lib, bu mazkur komitetning muavin raisi Arriyaga Kristina xonim so'z qilib, bu yillik dokladning mazmunidan qaraganda diniy erkinlikning oyoq osti bo'lishi o'tgan yildagidan nachasi ig'irlab ketganligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Donald Trump hukumatini diniy e'tiqod erkinlik xizmatiga mas'ul maslahatchilardan biririni davlat bexatarlik kengashiga a'zolik qabul qilishga chaqirdi. Yig'in jarayonida Uyg'urlarning hozirgi ahvoli diniy erkinlik huquqlarining dafsanda bo'lishidagi misol qatorida ko'p qatimlab tilga olindi. Bo'lib, bu mazkur komitetning hay'at a'zolaridan Gari Bauer Amerika-Xitoy munosabatida so'z suhbatining taraqqiyotiga ergishib, Uyg'urlarning diniy erkinlik jihatda eg'ir zulmga uchrayotganligi haqida ko'plagan uchurlar o'tirg'i chiqayotganligini, shunga bu qatimqi so'z suhbatida yolg'iz so'dning gapi bo'lmasligi lozimligini, suhbat jarayonida Amerika tarafining Xitoy hukumatiga bu jihatda tashqi dunyoga ma'lum bo'layotgan ahvollarni bevosita o'tirib qo'yish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dokladda ko'rsatilishicha, buningdan 20 yil ilgari, ya'ni 1999-yili Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti o'zlarining tunji qatimliq dokladida Xitoy, Rossiya va Sudanni diniy e'tiqod erkinlikni oyoq osti qilishda birinchi rad ketizgan. Shu qatimliq tunji dokladda Uyg'urlar bag'ansir ig'irlayotgan diniy ziyonkashlikka va kishilik huquq jihatdagi zulmga uchrayotdi. Uyg'urlar ichida o'zlarining diniy e'tiqodi sababli tutqun va qamoq hukm qilinayotganlar bag'ansir eshib mengyotdi deb ko'rsatilgan. Shuningdan yana 10 yil o'tib 2019-yilga kelganda bo'lsa, Uyg'urlarning diniy e'tiqodiga bog'lanib millionlab lagerlar qamalishi, ularning barliq biologik uchurlarning majburiy usulda to'planishi, millionlagan oilalarning bu sababdan judolikqa va xonavayronlikqa mahkum bo'lishi, lagerlar qamalganlarning bo'lsa o'zlarining diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlanishi deganlar o'tirg'i chiqqan. Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan bu qator zulmlari shuncha yuqori chekka chiqqan o'tgan bir necha yilda xalqaro jamiyat bu holning oldini olishga ko'plagan fursatlarni qo'ldan berib qo'ygan. Dokladda mushu ahvollarni umumlashtirib, Amerika hukumatini Uyg'urlar duch kelayotgan diniy ziyonkashlikni ijro qiluvchi Xitoy amaldorlariga, jumladan partiya sekretari Chin Chuangoga yer shari Magnitsky qonuni bo'yicha jazo qo'llanishga yana bir qatim kuchli da'vat qildi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy hukumati 21 apreldan 29 aprelgacha yana bir guruh chet ellik muxbirni Sharq Turkistonda ziyoratga tashkillab, Urumchi, Korla, Aqsu, Qashqar qatorliq joylardagi belgilik o'rinlarni ziyorat qildirgan. Xitoy hukumati 3 milliondek Uyg'ur, Qozoq va boshqa Turkiy musulmon xalq qamalgan yig'ilish lagerlarining kasbiy mahorat markazlari ekanligini ilgari surib, xalqaroning diqqatini burashga izchil tirishib kelmoqda. Xinhua to'rining xabarida chet el muxbirlarining bu navbatlik ziyorat gruppasiga 24 davlatdan 39 nafar muxbir qatnashgan bo'lib, doirlar ularni Jejang Jinshin guruhining paxta to'qimchilik zavodi, Urumchidagi masjid, Muqam ansambli, Islom instituti qatorliq joylarni, Aqsu, Korla qatorliq shaharlarda ekologik bog'chilarni, Qashqar koni shahridagi Uyg'ur milliy chalg'u asboblar o'rnini, shuningdek Qashqar va Otishdagi atalmish kasbiy mahorat markazlarini ziyorat qildirgan. Xabarda chet ellik muxbirlarning bu joylarni ko'rib maqtab ketganligi yozilgan bo'lsa-mu, lekin mazkur muxbirlar guruhining Amerika davlatlik ommaviy radiosining muxbiri Rob Shemetiz 26 aprel kuni bergan xabarida Uyg'ur rayonining vaziyatining Shimoliy Koreyada battar ekanligini bildirgan.
Onun ilgiri sürüşçe yerlik dairələr 25 aprel günü muxbirlarning Qashqardagi atalmış bir kasbiy mahorat markazini ziyorat qildirgan. Bu o'rindagi kishilarning mutlaq ko'p qismiga 1 yildek bo'lgan bo'lib, hech kim o'zlarining qachon qo'yib berilganligini bilmaydi ekan. Buning oldida muxbirlar gruppasidagi Amerika Bloomberg xabarlarining muxbiri 22 aprel kuni bergan xabarda kasbiy mahorat markazidagi Uyg'urlardan savol so'ralsa, ular xuddi yodlab olgandek o'xshash so'zni takrorlaydiganligini bildirgan edi. Bosniya-Hersegovinaning janubidagi Mostar shahrida Qur'on Karim bilan dilingizga xat yozaman temaliq ko'rgazma o'tkazildi. Mostar Yunus Emre instituti tarafidan shahardagi madaniyat markazida ochilgan ko'rgazmada madaniy yodgorliklarni yig'ib saqlag'uvchi Nusrat Umrikaga oid qo'lyozmaliq va oltin hali berilgan 114 poch Qur'on Karim nusxasi ziyoratchilarga ochib etildi. Umrika bu yerda bergan bayonotida 300 yillik qo'lyozmaliq Qur'on Karimning oltin nusxasining tunji qatim ko'rgazma qilinganligini ta'kidlab, uyimda 3000 parcha kitobdan tashkil topgan bir kutubxonam bor. Bu kitoblar orasida 200 parcha Qur'on Karim bor bo'lib, muqaddas kitob Qur'on Karimga bo'lgan sevgim menga ota-bobolarimdan miros qolgan. Qur'on Karimning nusxalarini yig'ish uchun 10 yil vaqt sarf qildim. Mustar shahrida bunday ahamiyatli bir ko'rgazmani echish fursatiga erishganligim uchun o'zimni to'liq baxtli his qilaman dedi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida Cumhur Reis Erdoğan telegrammasida emgek ve mang'lay tari bilan davlatimizning gullanishi va taraqqiyotida muhim rol o'ynagan ishchi va emgakchi qarindoshlarimizning 1 may emgak va hamkorlik bayramini tabriklayman degan. Butkul dunyoda ishchi emgakchilar birlik va hamkorlik kuni sifatida tabriklanadigan 1 mayning haqqoniy va adil sharoitda xizmat qilish muhitining o'ttirg'i chiqishiga vosita bo'lishini umid qilganligini bildirgan Erdo'g'an, vazifa topshirib olgan kunimizdan buyon ishchi va emgakchilarning masalalarini har doim samimiylik bilan hal qilishga tirishdik. Xizmatga o'rlashtirishni kuchaytirish, ishsizlik nisbatini to'valtish uchun nurg'un plan tadbirlarni yo'lga qo'ydik. Bu tushuncha bilan emgakchilarimiz maoshidan ijtimoiy huquqlargacha bo'lgan barliq sohalarda ko'rinarli yutuqlarni qo'lga keltirdi dedi. Emgakchilarning demokratik usullar orqali o'tirib qo'ygan talablarini nazarga olib, davlatning barliq organlari, uyushmalar, ijtimoiy kuchlar boshqarishidagi organlar birlikda xizmatchilarning saqlanayotgan masalalarni hal qilish, turmush sharoitlarini yaxshilash yo'lida xizmat qildiganligini bildirgan Erdo'g'an, telegrammasida yana ishchi va emgakchi qarindoshlarimizning ishlab chiqarishdan kelgan kuchlarni ishga solib, o'rinliq talablarni demokratik munbarlarda o'tirib qo'yishi, saqlanayotgan masalalarning o'zaro dialog va yarashish muhitida hal qilishni kapolatga ega qildiganligi birinchi qadamdir. 1 may emgakchilar kunining ma'nosiga mos holda qudrat quliqlardan yiroq bayram muhitida tabriklanishini tilayman. Butkul xalqimizga eng samimiy tuyg'ularim bilan salom beraman degan iboralarni ishlatdi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.